Akalar bizdan 2025-yilda emas, oliyda hech qanaqa xarajat qilmasdan faqat hayding deb so'rayotgan akalarimiz bor edi. Shunaqa 2025-yilda emas kelib qoldi. Xudo xolisa olasizlar, hech qanaqa xarajat qilmasdan haydaysizlar. 2025-yil tonirovka ruxsatnomalar olib qo'yilgan, 4 ta yaxshi yumshoq yangi 13 diska balonlargacha taqilgan. Olib paralargacha letli ustunovka qilingan, gerpilar bo'ladi. Kraskalari ham absolutni top toza, balonlari ham yangi balonlar akalar. Mashina to'liq variantda shumizatsiya bo'lgan. Salonlari ham akkuratli holatda qirilib, tizilib ketmagan, ko'ngilni xira qiladigan joyi umuman yo'q. Yaxshi barlarga ustunovka qilingan, hamda qimmat chexollarda linoleum poliklargacha solingan. Probegi 39 ming kilometr bo'libdi. O'zini halol yurgan probegi mana bunaqa yangicha datchiligicha qo'yib qo'yilgan, metan gazga. Krugovoy tonirovka bo'lgan mashina, metan gazlarga ustunovka qilingan. Salon qismida ham, kuzovida ham ko'ngil xira qilib qo'yadigan joyi yo'q. Xudo xolasa, olasizlar, hech qanaqa xarajat qilmasdan mazza qilib haydaysizlar. Okalar shunaqa yaxshi mashinalarni arzon narxda o'tkazib olmaslik uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi odam bo'lsa, mashina generalniy novinskiga ham chiqadi. Olib mazza qilib haydashingiz uchun $6450 bo'lsa berib yuboramiz.